Hammaga assalomu alaykum. Oylik to'lovi 5,5 million so'mdan 23 oyga G-Tour XL avtomobilimizni qilib beramiz. 50% to'lov bilan 23 oyga oylik to'lovi 5,5 milliondan chiqadi. O'zini tan narxida avtomobilimizda ekoko'ja bo'ladi, o'rindiqlari isidor qoldi. Klimat kontrol, kruiz kontrollari bo'ladi. 1.5 turbina, 4 porshinli, 156 ot kuchi. Shahar ichiga rasxod atiga 6 litr bo'ladi. Avtomobilimizni ko'rishinglar mumkin. Trekkerni o'rniga judayam zo'r avtomobil. Trekkerdan ko'ra tez. Trekkerni bilsanglar 3 porshinli bo'ladi. Bu 4 porshinli. Monitorlari, kameralari, korobkalari robot bo'ladi. Diskalarni ham ko'ryapsizlar. Avtomobilimizda nalichida bor 80 metrli avtosalonimizda, 80 metrdagi G-Tour Swift avtosalonimizda ko'rishinglar mumkin. Avtomobilimizning narxi qiziq bo'lsa yoki boshqa to'lov turlari qiziq bo'lsa, plyus belgisini qoldiring.